Hürmetli vatandaş, bugün leksiyalarımızı başlayımız, vaziyet ve leksiya. Bugünkü istağa 2024 yıl 5. ayının 11. günü hafta şembe vatandaşım. Gel, leksiyada size hazır oluruz. Washington'da sözleymez vatandaş, bugünkü vaziyetimiz, Türkiye'deki vaziyetlerinin devamı digendek. Biz arlaqdı vatandaşlar şunda degen edik azı. Çünkü Kompartiyası 3 taraflık besim aslında kaldı degen edik. Mesela bunun içinde hazır bugün 11 Bosyan 4 gün içinde Rusya Federasyası'ndan Prezident Vladimir Putin Beijing'ini ziyaret kılış gerek. Tünügen Taşkı İşler Ministeri Linjen bayanatçısı Linjen'in Cungo'nun nemi degenligi doğrusuyla haber verdik mücmel dep. Hazırlısı başka özgürlük yok mu bir 24 saat içinde? Yani şu aralıkta biz ne dedik? 3 taraflık besim. Amerika Koşmuş Ştatları, Garp lageriye, Garp dünyası bilin besimi. Rusya'ya tecavüzçülük uruşuğu yardım vermesen. Avrupa İttifakı taraftan kelip atkan besim. Rusya'ya tecavüzçülük uruşuğu yardım vermesen. Ondan keyin Rusya'nın özden kelip durup atkan besim. Mesela sana Avrupa İttifakı onu dedi, Amerika Koşmuş Ştatları müşündak dedi, neme kılış gerek? Neme kılışın gerek? Bu bir besim, belki en katlık besim. Hazır 3 taraftan besimden asıza kaldı degen edik. Şundakla hazır Amerika Koşmuş Ştatları çünkü Kompartiya hükümeti veya bu devletke 37 şirketini kayıteden yani kartizmlikki aldı imborga kılıdı dedik. Onun mezmunlarını sözlep ettik vatandaşım. Anda bugün tünügün 5. ayının 10. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden hükümeti Cungo'nun yeşil enerjiye, quyosh tahta, batarya ve elektrik maşina. Bunun içindeki elektrik maşinaga Amerika bazarıga kirişiga koyulduğun tamojni beji asildeki 25%'den 4% örlütüp 100% baş koyduğun bol. Ne oldu vatandaşım? Yukarısı siyasi besim. 3 taraftan kilovatkan Cungo'ga siyasi besim. Busi iktisadi besim. 37 şirket tünügen ketdi. Bugün endi iktisadi besim baş koyuldu, ilan kıldı. Esiz 25 dolar tamojni beji alıdığan mesulatqa endi 100 dolardan tamojni beji eliş belgilen. Çünkü Taşkı İşler Ministerliği buna cevap kaytırıp Amerika hazırsa severlik ötküzüp atsan dedi. Amerika bununla sen kımmede perva kımmede bunundaki kanday nikas geldi. Onu sizler bilen yana vaktini görüp durmaz vatandaş. Ondan başka hazır andın en mühimi tünügün biz nemi dedik mesela Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'de nopuzluk senatör Marco Rubio nopuzluk Erbab ve Cungo Komitesi'nin reisi Chris Smith Devlet İşler Katibi Anthony Blinken'e xat yazıp irqi qirg'inchilik münasebetlik, etkesçilik, adam etkesçiliki, börek, ciğer etkesçiligi, kesiveliş. Mesela Uygurlardan kesiveliş, Falun Gongçulardan kesiveliş. Bu şundak bir qatar işki organizmini kesip setiş, etkesçiligini tutuş doğrusu da Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti barlık, yaki devletinin barlık menbelerden paylanıp bunu derhal tutuş gerek dedi degen edik. Yani şunu perde kime Şpalata azası senatör Marco Rubio yani Chris Smith Cep Merkli Katarlık senatör ve devlet meclisi azaları bu katım hem de 2023 yıllık kişilik hukuk dokulatı ilan kılıp yani okşayışla Cungo'da kişilik hukukun devamlık hem de sistemalaşkan halda dep sende kılınavatkanlığını yaki xeriz kılıvatkanlığını ayak ası kılıvatkanlığını dokulat üstü teyirlap oturup koyup tünügün ilan kıldığı kanun bilen başvuruş. Mesela bunun içinde Tibet ve Hong Kong'da kişilik hukuku
Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik davomlashyapti, balki sistemlik davomlashyapti deb tushungan 2023-yillik doklad hisobida e'lon qildi vatandoshlar. Bundan keyin buningdagi bir jumla, endi biz bir o'lcham bekitimiz. Ya'ni senator Marco Rubio Jungo komitetning raisi Chris Smith dediki, biz o'lcham bekitimiz, bu o'lcham bo'yicha Jungo Kompartiya hukumatining Uyg'uristonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, Hong Kong tibetdagi kishilik huquq dafsandichiligining sababkori kim? Buning mas'uliyati kimga tushadi? Biz buni qadamma-qadam surishti qilamiz dedi vatandosh. Mana bugungi umumiy vaziyat mana shu deyli. Yana umumiy vaziyatga qistab kelayotgan bir vaziyat yaqinda Filippin dengizi atrofida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Filippin dengiz armiyasi birlashib manevr o'tkazgan edi. Buning belgisi 055 shundaqmi deymizsan? Xatolashmasam. 055 dal mushu manevrga qatnashgan askariy qismlar. Mayli Amerika Qo'shma Shtatlarining askariy qismlari bo'lsin, mayli Filippinning askariy qismlari bo'lsin, mushu manevrga qatnashgan askariy qismlar Filippin dengizida manevr qilgan o'rindan yo'tkilmay shu yerda to'xtabla qoldi yoki shu yerda to'xtab qo'yildi degan gap. Buning uchun hozir Jungo, ya'ni chichang chiqib boshladi. Natijada Jungo bilan Filippin o'rtasidagi munosabat yana yiriklashdi. Hatto Filippin Jungoning diplomatlarini qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lgan darajaga yetdi vatandosh. Bu bir vaziyat deyli. Endi eng muhim vaziyatdan hozir shu vaziyatlarni doimiy tunigan kunlar bugun o'xshash, bugun bilan as o'xshash deb shu qatorga chiqarib o'tdim. Eng muhim hozir yana nima keldi deydan. Yaponiya qonun o'zgartirish orqali birlashma urush qilish qo'mondonlik organi qurib, Amerika bilan Yaponiyaning hamkorlik munosabatini kuchaytirib, Jungo bilan Chavshanning bexatarligiga qaratgan xirislariga taqobil turdi. Mana o'tanda xabar. Tunugunlarda nima degan edik? Avvayda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Lloyd Austin, Avstraliya, Yaponiya, Filippin, Amerika 4 davlatning kichik atrat. Bu kichik atrat matbuotlarda Osiyodagi kichik NATO deb yoki Osiyochi NATO deb ataldi degan edi. Endi bugun hammadan ayrilib chiqqan holda endi Yaponiya o'zi qonunni o'zgartirish loyihasini, ya'ni qonuniy shaklda ma'qullab, bu o'zgartirish orqali Amerika bilan Yaponiyaning urush qo'mondonlik sistemasi bo'yicha hamkorlikni ishga oshirish. Yaponiyada turayotgan Amerika armiyasi bilan birlashib, yoki Amerika armiyasi o'zgartirish hosil qiladigan, tartib soladigan ishlarni qo'llab, Amerika armiyasi bilan birlikda urushga qo'mondonlik hamkorlik organi qurib, Jungo va Chavshanning mushrayindagi tahdidiga taqobil turish. Ya'ni bunaqa nima deymiz? Alashyaring deymiz vatandosh. Chunki Yaponiyaning sobiq vaziri, marhum vaziri Shinzo Abe Tayvan yushi, Jibi yushi degan edi. Ya'ni Xitoy tilidan buni tarjima qilsak, Tayvanda chatoq chiqadigan yoki bir ish chiqadigan bo'lsa, demak bu ish Yaponiyada chiqqan bo'ladi. Amaliyotda buni yana bir so'z tarjimasi agar Tayvanga chiqiladigan, Tayvanga o'rat deydigan bo'lsa, Yaponiya bundan qarab turmaydi. Mana shundaq ma'noda gaplaydi. Bugun endi shu qonun, masalan bu o'zgartirish qonun loyihasi nima ekan desangiz, o'zgartirilgan qo'g'dinishni o'rinlashtirish. Qo'g'dinishni o'rinlashtirish bu qonun ayni chog'da asosiy qonun bo'yicha Yaponiyada. Yaponiyaga tuzib berilgan asosiy qonun bo'yicha tuzilgan qonun bo'ldi. Yaponiya muntazam armiya saqlamaydi, tashkillamaydi. Yaponiya faqat qo'g'dinish armiyasi tashkillaydi. Shunga shu to'g'rida chiqarilgan qo'g'dinishni o'rinlashtirish qonuni bugun uning o'zgartirish kirgizildi degan gap endi ikkinchi qadamda
Qoğdunuş kanuni emelden kaldırılıp, ahire Yaponiyanın asası kanununu özgertadigan bir devirge qadam taşlamda qandaq degan gap. Vatandaş, mana shundaq gap. Bu yerda hozir Xitoyning titraydigini, Xitoydan qo'rqdigini Amerikadan qo'rqmaydi. Xitoy Amerikadan qo'rqmaydi. Mana eslab nima ishqa? Xitoy Amerikani odamgarchiligi bor davlat deb hisoblaydi. Mana tushundingizmi? Qo'piza qilib qo'ydi. Tarafdor qilib qo'ydi. Amerika jungo masalasi kelganda odamgarchiligi bor davlat deb o'ylaydi. Shunga Amerikadan qo'rqmaydi Xitoy. Xitoy foydalanayotgan Amerikaning ojizligi dal mana shu yerda. Lekin Xitoy Yaponiya desa, uning chekisidagi chechi ming qo'y qilib o'rlab chiqadi. Tushundingizmi? Yaponiya ham Osiyoda jungo shundoq munosabatda bo'lib keldi. Amaliyotda Yaponiya ham odamgarchilik bilan muomala qilib keldi. Lekin buni jungo hozirgacha qabul qilgani yo'q. Chunki jungo Yaponiyaga o'chmanlik bilan qaraydi vatandashim. Bu munosabat tarixiy adovat, tarixiy munosabat, tarixiy o'chmanlik, bugungi kunda davomiylik va reallik. Shuning aylanib keldi. Shuni biz deymiz, bugun qo'g'dinish qonuni. Qo'g'dinish nima debdi? Qo'g'dinishni o'rinlashtirish qonuni. Bu asosan qonun ustida to'g'risi tuzilgan, shunga munosabatli tuzilgan. Biz bugun buni o'zgartimiz. Bu yerda degan gap, masalan, asosan qonunda Yaponiya urush qilmaydi. Chet elga urush chiqmaydi. Yaponiya 3-4 davlatlar harbiy ishlar ittifoq tuzmaydi. Yaponiya chet elga harbiy qurol-yarog' savdosi qilmaydi. Yaponiya chet elda bo'layotgan urushlar u bularga aralashmaydi. Mushu mazmundagi asosiy qonunga vatandoshlar. Bugun shu bo'yicha tuzilgan Yaponiya qo'g'dinishni o'rinlashtirish qonuniga o'zgartish kirgizilib, Yaponiya Amerika ittifoqi hamkorligi, ya'ni Birlashma harbiy qo'mondonlik ittifoqligi hamkorligi bu ishni vujudga chiqadi deganga vaqt qachon ekanda? Bu ishlar cho'qim tamomlanish kerak. Qachongacha? 2025-yil 3-oygacha. Demak, bugun qancha vaqt qoldi? Bugun 4-5-oy ketdi, 6-oy kirdi dega. 6-oy kirdi, 6 oy, 9 oy ichida mushu Birlashma qo'mondonlik organni qurib, tayyorlab, rasmiy ishga tushadigan yoki urush bo'lsa, urush kiradigan holat keltirish kerak deydi. Osiyoda Yaponiyaning bunday jonlanishi, shu jonlanishga munosabatlik Yaponiya bilan Amerika ittifoqining kuchaytirilishi, bu qatam endi urush bo'lsa, Yaponiya, Amerika harbiy qo'mondonligini kuchaytirish, shu orqali Chavshanning tahdidiga taqobil turish, Jungodan kelayotgan tahdidga taqobil turish, oshkora aytibdi mana. Taqobil turish, agar mushu ish Jungodan kelayotgan, yaratilayotgan dunyoning vaziyat ko'rdingizmi? Davlat ishida hozir davlat mudofaa safarbarligini boshladi. Demak, bu tahdid, bu davlat sirti qartilgan tahdid bu vatandosh. Vatan ishi demiş va davlat mudofaa safarbarligi deydigan ish yo'q. Bu davlat mudofaa safarbarligi degan tashqari dunyo qartilgan narsa bu. Shundaqken bugun Yaponiya kechiktirmaylar. 2 kun ichida buni tayyorlab, bu qonunni ma'qulladi degan gap. Hozir Yaponiyani o'yg'otayotgan, Yaponiyani o'rniga turg'izayotgan, Yaponiyani qat'iy niyat keltirayotgan Yaponiya o'zi emas. Jungo Kompartiyasi va uning markaziy hukumati jo'naqay. Mana shu yerda baş nima dedik? 3 tarafdan kelayotgan besim dedik. Uning ustiga 4-besim iqtisodiy jihatdan kelgan besim tamojna beji. 25% elektrik mashina bejini 100% ko'tirish. Bu elektrik mashina Amerika kirdi deydi. Biz men kunda bozorga chiqib aylanib yurmagandek, o elektrik mashina nerede qo'ydi, uni ko'rganim yo'q vatandoshim. Ani maydon qo'yib sotadigan Amerika Qo'shma Shtatlarda savdogarlar maydon qo'yib mashina savdogarlari shu yerda berib olishsa shu yerda sotadi. Berib haqqim yo'q. Lekin men to'g'ri betida bir video film ko'rdim. O Germaniyadan kelgan video film. Deniz portining ismini isim tutamadim, germanchisini. Hanzuchisi mavzu ismdi yo'q. Deniz portiga Jungodan eksport qilib yetib kelgan elektrik mashina
qator tizilgan mashinani ko'rib, şu aman kallama kelgen narsa nima bo'ldi deydi. Jungoda 1 milyard nüfus yaşaydı. 1 milyard nüfus muş elektrik maşinini haydab Germaniya köçüp geldi mi degan tuyg'uda bo'lib qoldi vatandoshim. Agar bir Germaniyaga sen shuncha mashinani eksport qilgan bo'lsang, Amerikaning bozori, Yevropa ittifoqida bosh davlatlarning bozori nima bo'lib ketdi bu? Bu yo'l bilan masalan to'kmis qilib setish yo'li bilan dünya iqtisodiy, dünya savdosidagi dünya savdo va iqtisodiy o'zaro bog'lanish, ta'minlash liniyasi deymiz-ku. Mushuning buzg'unchilik qilish bugungi kunda Jungo Kompartiyasining birinchi maqsadi bo'lib qoldi. Uni Yevropa ittifoqi bayqadi. Germaniya 2002 bilan turibdi. Germaniya mashinsozlik davlati bor. Mashin sanoat taraqqiy qilgan bir davlat. Ben qachon dedim sizga bir qatam aytdim-ku, bir yilda bir benz mashinaning Germaniyadan Jungoga eksport qilinishi 857 ming. Bu son esimda shunda turibdi. Bir benz mashinaning Germaniyadan Jungo bozoriga kirishi yiliga 857 ming. Baxtana vatandoshim. Bu benz mashinani setish orqali aşığında kirgan foyda bilan Germaniya emas, başka ikinci bir devletten qo'shig'ini baqqani bo'ldi vatandosh. Aşında Germaniyadan aşında kirdigan mashina ham shuning hisobiga bugun Jungo elektrik mashinasi Germaniyaga avatdimi va yoki to'kma qilib setishni butun dunyoda boshladimi? Bunisi taxminan shuni aniq emas. Ama Germaniyaga yetib kelgan mashina shu. Germaniya o'zi savdoda mashina sanoat, mashina sozlik davlati turib, Jungoda shuncha to'kma qilgan materialni yoki elektrik mashinani import qilib elib kirib, Germaniya bu mashinani nega sotadi deganlar xayolim kirib qolgan edi. Hozir bu mikida Germaniyada haskin oldi bu mashinaga, elektrik mashinaga tamojna bezi qo'ygani yo'q. Lekin birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden hukumati 5-oyning 10-kuni Jungoda elektrik mashina import eksportiga 100%, yani 4 hassa artıq bay qo'ygan bo'ldi. Men başta nima degandim? Yuqorqi 3 xil besim, xalqaro gidayotgan 3 xil siyosiy besim, endilik yetib kelgan bu iqtisodiy besim qosh. Jungo Kompartiyasi buni qanday muomala qilsin? Navbat sizga keldi.